Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Yana bir obyektimizga chiroyli qilib zakaz bo'yicha uzum tok, rishotkalar tayyorlab ustanovkasini qilib berdik. Bu obyektimiz Andijon viloyati Shahrixon tumaniga bo'ldi. Ko'rib o'zlarining ishlarimizni baho berasizlar. Birma-bir o'rnatgan qilgan ishlarimizni obzorini qilib beramiz. Qanaqangi materiallarda yasaldi, qanaqangi kraskalar sepdik va albatta kvadrat metrini necha puldan olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Xonadoniga shunaqangi sifatli uzum tok, temir naves va hovlilarning chetlariga shunaqangi zamonaviy rishotkalar qildirish niyatda yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol videoni ko'rib yoqsa bittadan like bosib, ekrandagi nomerlarimizga bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Uzum tokimizni 100% profil temir mahsulotidan foydalanib tayyorlaganmiz. Uzum tokimiz mana shu ga holatda bo'ldi aziz yurtdoshlar. Uzunasiga katta tarafi 6,5 metrga 16 metr razmerda bo'ldi. Kichkina tarafi 4,5 metrga 6 metr razmerda bo'ldi. Asosiy endi mana ko'rsatib o'tamiz. Stoyka qismi bu uzum so'kchagimizni 8 ga 8 lik 1.7 lik stenali profildan foydalanib tayyorlaganmiz. Tepadagi xoralari 4 ga 4 lik profil, oralariga esgullarni qo'yib chiroyli qilib ishlab berilgan. Asosiy mana ko'rishlaring mumkin yuk ko'taradigan qismi uzum so'kchagimizni 3 ga 3 lik 1.7 lik stenali profildan foydalanib tayyorlaganmiz. Juda ham baquvvat holatda chiqdi. Va ko'rishlaring mumkin har bir palichkani gulli turlariga har 40-50 sm ga 3 ga 2 lik profildan svarkalab, chiroyli qilib guliga gulini to'g'rilab bitirib tayyorladik. Kraskasini hurmatli yurtdoshlar mokra asfalt svetga bo'yab, hozirgi kunda juda ko'p yurtdoshlarimizga ma'qul kelib turgan, seryozni bosiq holatda chiqadigan kraskadan sepilgan. Va zakazga qarab ko'rishlaring mumkin hovlining chetiga chiroyli qilib mana rishotkalarini ham ideal holatda qilib tayyorlab, ularni ham baquvvat temir mahsulotlaridan tayyorlab ishlab berganmiz. Juda ham chiroyli holatda chiqdi bu rishotkalarimiz ham. Endi ko'p yurtdoshlarimizga bu uzum so'kchagimizni albatta puli qiziq. Hurmatli yurtdoshlar, sifatli qalin temir mahsulotlaridan tayyorlaganmiz hisobiga 1 kvadrat metrini bu uzum so'kchagimizni materiali, xizmat haqisi, olib kelib o'rnatishi, kelib o'lchab ketish, kraskasi, xullas hamma yo'q ichida 230 ming so'mdan tayyorlab olib kelib o'rnashtirib berdik. Albatta xonadoniga shunaqangi uzum so'kchak, temir naveslar, temir rishotkalar qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Aziz yurtdoshlar, ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna og'ayni do'stlarga podlisa qilishni unutmaysizlar. Общий summasi bu obyektimizga bo'lgan ishlarimiz so'kchak va mana shu pastdagi barellar bilan birga 30 million so'mga kelib o'rnadi. Xizmat haqisi, materiali hamma yo'q ichida. Aziz yurtdoshlar, sog' bo'lasizlar. Bittadan like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yishni unutmaysizlar.